Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men bugungi sayohatimni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Mana bu manzarani chiroyliligini qarang. Mana shu yo'llar bilan biz o'z lokatsiyamizga keldik va mana buni qarang. Endi tabiatni qarang, chiroyliligini, zeboligini qarang. Bu tog' toshlarni qarang. Aziz do'stlar, bu yerga kelib faqat va faqat bahra olishingiz mumkin. Men esa bitta karavotni o'zimga olgan edim va mana shu yerga yotib, cho'zilib sizlar uchun kamera qildim. Shu desangiz bitta toshboqa ham topib oldim. Uni uyga olib keldim. Mana u gilamlarning ustiga yotibdi. Endi o'zimni ham ko'rsatishim kerak-ku. Mana bu men. Mana assalomu alaykum qalaysizlar deyapman ichimda. Agar men o'zimni ko'rsatmasam, men o'zim kelganimni qayerdan bilasizlar, to'g'rimi? Ana shu uchun o'zimni ko'rsatdim men va mana bu manzarani qarang, mana bu mollarni tirigi. Aziz do'stlar, bu joyni qayerdaligini kim topib kommentariyaga yozsa, 5 bahosi, xullas umni deyman men ichimda. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelib mana shu yerga orom olib, dam olib, otlarga minib va go'sht biryon yeb keting. Rahmat.